3 lider juda kuchli rol o'ynaydi. 4 lider ko'plik qiladi. Ertalik kunda qalinlik qilib qoladi. Agar siz 5 ga 3 yekkaningizga ana u juda ham kuchli 4 liderga talabiga javob. Mana tashqi kaltaklar kerak emas. Orqani. Endi ichkariga o'tamiz. Ichki kaltakni ochamiz. Bizga nima kerak? Lider tanloviga mana sizlarning uslublaringizga kelamiz. Faqat avgust oyiga mevani teribgandan keyin avgust oyiga yana bir nima qilib belidan chopamiz. To'g'rimi? Kesuvchilarga tayangan holatda katta yo'qotish nimada? Bizda tepadagi eng kuchli hosil beradigan kaltaklarimiz mana shu mevani tanlab tepaga taglab ko'ring mana. Mana bizga juda ham go'zal, chiroyli novdalar kaltaklar. Sizlar nima qilasizlar? Kelasizlar mana bundan urasizlar. Nechta kuchtak bor? Nechta o'suvchi? 3 dona, 4 dona. To'g'rimi? Tepaga mevani taglab ko'ring. Pastga kelamiz. Mana bunda mevalarni qo'yamiz mana. Bu tepaga o'suvchi, liderga da'vogarlik qiladigan har qanday shox kerak emas. Mana. Bizga shabada kerak. Tagidan shabada berishimiz kerak. Tepadan yorug'lik, tepadan ora ochiqligi shabada kerak. Har tomonlama. Mana uslubimda shundayki mana novdalarda quyosh nuri bilan sizlar ximikatdan ko'p foydalanasizlar. Menda ximikatsiz. Mana pishirishi ham, kutaklarni yetiltirishi ham, mevani pishib kelgan jarayonda to'liq rang berishi uchun ham quyosh kerak bo'ladi. Yorug'lik kerak bo'ladi. Agar mana bu usulda bo'ladigan bo'lsa, tagidan rang ololmaydi-da, mevamiz rangsiz holatga, pishmagan holatga to'kilib boshlaydi. Ana keyin nimadan to'kildi deb o'zimizdan xato qidiramiz. Yo'q. Aytib o'tganimizdek, ora yorug'ligini ta'minlab bersak, meva pishishi ham, shakl olishi ham, gibridsimon bo'lmasligi ham hammasi quyosh nuridan yordam beradi. Biz aytganimizdek ximikatdan ko'p foydalanamiz. Ximikatga zo'r beramiz, oxiriga kelib rang berishga ham majbur bo'lamiz ximikat ishlatishga. Men aytib o'tganda, mana uslubimda unaqa narsa yo'q. To'g'ri, endi shakl nimasi bo'yicha ozroq foydalanish mumkin. Yo bo'lmasam bir nima deydi, ko'p kasallik tushib ketsa ximikatdan foydalanaman. Tam berishga ham katta rol o'ynaydi quyosh nuri. Shuni esingizdan chiqazmang. Maza berishga, tam berishga. Xullas keling, ishda davom etamiz. Mana qiladigan ishimiz hozir yaqin mana bu paytga oladiganimiz vaqtida noto'g'ri qo'ygan kaltagimiz mana. Aytib o'tganimiz. Keyingi oladiganimiz mana. Tag qismini ochib qo'ysak, juda ham kuchli. Nima havo aylanishga imkon beradi. Hozir mevamiz bor. Buni vaqtida qilish kerak edi. Meva yetilgan-ku, o'zi baribir terim payti kelgan. Meva pishgan. Mana soyada qolib oladigan mevamiz Gibridsimon bo'lib ketgan. Gibridsimon, shakl yo'q, mana. Dog'i bor. Hozir bilamiz bakterialni ajok, bakterialni zamburug'. Mevaga qoldimi, meva tortiladi. Bo'shashga qo'ymaydi. Mevangiz toza tursa, quyosh tegib tursa, zamburug' to'xtamaydi. Mevani ustida turib qolmaydi. Quyosh kuydiradimi? U nima deydi? Mevamiz shikastlanmaydi xullas. Ha. Unaqa dorilarga majbur bo'lmaysiz. 2 marta, 3 marta ishlatmaysiz, 1 marta ishlatib qo'yasiz bo'ldi. Ana endi olamiz buni. Shuni oladigan jarayonimiz arra bilan mana har gal ishlatganda mana bunaqa ko'sak qoldirmaymiz. Yaqinroq olib keling. Mana bu ko'sak kerak emas. Nega? Hozir biz asosiy o'suvchini oldik. O'suvchini olgandan keyin mana bundan yonni har tomondan xomnovdaya zo'r beradi. Suruvchi chiqarib tashlaydi.
olamiz. Olganda ham har gal aytib o'taman videolarimizda yonbosh holatda olasiz. Qanaqa bitib ketishini o'shanda mana xatomiz, katta xatomiz. Menda bunaqa qaychi ishlatmayman mana. Mana bu ishlatgandan keyin shunday ish qilishingiz kerakki, to'liq bo'lib ko'rmagandan tekis holat bo'lib davomiyligini bilmay ketadi. Agar bu qoladigan bo'lsa, og'irroq meva bersa sinib ketadi. Ana yo'qotish qayerga. Keyin mandagi uslubda mana bunday to'g'ri novda kelib, kaltak yonga chiqazmang. Bu tomondan doim tashqi kutakdan chiqazib bering mana. Mana yonida turibdi shu narsa. Isboti. Agar mana bu holat qo'ysangiz, sizga yanada bu tomonda shox kerak. Siz pastdagi xato shoxni qo'yib bergansiz tepaga. Endi qiynalasiz hozir. U yoqqa novda chiqazishga qiynalasiz. Mana tashqi kaltaklar kerak emas. Orqani. Endi ichkariga o'tamiz. Mana bu kaltakka tegmaymiz. Bu hosilxona bilan bizni mukofotlaydi. Keyingisiga o'tamiz. Ichki kaltakni ochamiz. Bizga nima kerak? Lider tanloviga mana sizlarning uslublaringizga kelamiz. Faqat avgust oyiga mevani teribgandan keyin avgust oyiga yana bir nima qilib belidan chopamiz. To'g'rimi? Kesuvchilarga tayangan holatda katta yo'qotish nimada? Bizda tepadagi eng kuchli hosil beradigan kaltaklarimiz mana shu mevani tanlab tepaga taxlab ko'ring mana. Mana bizga juda ham go'zal, chiroyli novdalar kaltaklar. Sizlar nima qilasizlar? Kelasizda mana bunday urasizlar. Nechta kutak bor? Nechta o'suvchi? 3 dona, 4 dona. To'g'rimi? Tepaga mevani taxlab ko'ring. Pastga kelamiz. Mana bunda mevalarni qo'yamiz mana. Bu tepaga o'suvchi, liderga da'vogarlik qiladigan har qanday shox kerak emas. Mana. Endi qarang, liderga da'vogar mana bu. Biz bunda hech nima qolmayapti deymiz, yo'q. Olganimizdan keyin qarang qanaqa hosilxona ochildi. Ana endi bizda kutadiganimiz quyosh nuri to'liq tushdan ta'minlab berdi. Mana kutaklarga e'tibor beramiz. Bu kutaklar Hosilxona. to'liq bo'lib ochiladi. Bu kutaklar to'liq pishadi quyosh nuriga. Agar mana shuni ochmasak, sizlarning uslublaringizga kelamiz, qaytaramiz. İchki kaltaklardan mana bu kaltaklar mana. Hosilxona juda kuchli kaltaklar mana. Bular pishmay qoladi. Yaqinroq olib keling-da. Kuta ko'ryapsizmi? Yo'q. Endi quyoshga chiqqan tomonni kutakni ko'ramiz mana. Bargi qanaqa ishlayapti. Biz bundan hosil kutamiz. Bahorga kelib boya aytganimda kuzga kelib kesgandan keyin bahorgacha deyarli kuchi yetar yetmas majbur bo'lib pishadi bu. Pishgandan keyin to'liq pishmaydi. Bahorga keladida gul tashlash nimadan bo'ladi? Ana shu narsadan bo'ladi. Bitta gullab tashlaveradi, ha? Bitta gullaydi, kuchi yetmay tashlaveradi. Ana yo'qotishlarimiz qayerda? Hozirdan o'z o'rniga qo'yib, kaltaklarni joyiga qo'yib ochsangiz, mana bularga tegmaysiz. Men nimani oldim hozir? O'suvchi ikkita kaltakni oldim. Mana bu ham liderga da'vogar, kerak emas. Endi tashqari tomonga chiqamiz. Olamiz. Mana kaltaklarga taxloviga e'tibor beramiz. Qanaqa chiroyli go'zal taxlanadi mana. Kerak emas. Endi teparoq ko'taramiz, mana buni qo'yib beramiz. Ora masofa 30, 25. Mana buni orasida bizga hozir mana bu kaltak ham kerak yo'q. Endi tepaga chiqamizda tepani uchini qayaramiz mana. Hozir mana shu qilgan ishimiz 3 ta kaltagimiz ko'tarib ketadi. Mana bu kaltaklarimiz mana buni beradi. Hali bizga bugungi sanamiz 3-iyun. Iyun oyining oxirigacha shaftoli chiroyli o'sadi. Buni bilasiz o'zingiz. Oraga iyul o'tadi-da, iyul oxirlarigacha biz suvdan qaytarib kutak pishirishimiz kerak avgust oyida. Avgustda yana bitta ko'tarishi bor. Ana o'shanda mana bu kesganingiz davomiyligi mana shuncha kaltakni beradi.
buncha bo'lmasa ham mana buncha kaltak beradi. Tepadagini o'zidan mana bu kaltakchalarni ham chiqazib beradi. Keyingi yilga mana bu kaltagimiz hammasi sizga hosilxona bilan ta'minlaydi. Qarang, bir yilda qancha ko'tarib oldingiz hozir. 2 yillik tanani qarang. Mana o'zimni kanalimda, o'zim gruppamda qo'yganman, yo YouTube kanallarimizda agronom aziz deb kirsangiz, 2 yoshlik xuddi shuni tengi shaftolida 60 kilogram hosil uzyapman. Bunda necha kilo uzdingiz? Hali uzganingiz yo'q. Endi tayyor bo'ldi mana bu esa 2 kilo. 3 ta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dona shaftoli. 3 kilo bor. Mana biz qancha orqaga ketyapmiz. To'g'rimi? Tashlab beramiz dedi. Mana yo'qotishlarimiz qayerga? Mendagi uslub to'g'ri, bu sizlarning uslublaringiz juda zo'r. Hosil sifatli, bitta tanadan, bitta daraxtdan 15 kilo, 18 kilo meva bilan kifoyalanasizlar. Mana hozir vodiyda o'zida Farg'onada, keyin Namanganda bir ikkita bog'larga bordik, haqiqatan ham kesgan ekan, meni uslubimda qo'yib, sal balandroq qo'yib kesdi. Hozir bog'bonimiz shunchalik pushaymonki, nimaga vaqtiga shuncha balandroq olmaganman, shuncha mevani biz yo'qotyapmiz ekan. Katta yutug'imiz nimaga ketyapti? Endi bu yoq xulosa o'zingizdan. Mana ichki kaltaklar kerak emas, mana bizga qoladigan hosilxona kaltaklar. Mana qalinlikda qo'rqmay ochavering. Endi shaftolini terib olgandan keyin mana bizga xalaqit beradigan kaltagimiz mana. Tagi ustiga qo'yishlik. Agarda hozir mana shuni qo'ysangiz, bunga ham qizg'onasizda, mana bunga meva qo'yasiz. Ko'proq qo'yarsangiz mana kashakdan ayriladi. Shuni tekis olib qo'ysangiz bo'ldi. Bittada bo'lib Yopilib ketadi. yopilib ketadi, hech qanaqa yo'qotishlik bo'lmaydi sizda. Qarang, qanday erkin qolyapti. Bu ochiqlikda qanaqa chiroyli pishadi. Endi mana bu kerak emas. Tepaga chiqamiz, mana bundan qayirib qo'yamiz. Mana bu qarang, kaltagimizda xalaqit beradigan joyi bor. Mana bularda xalaqit beradigani yo'q. Endi qarang, liderlarga xalaqit beradigan bitta kaltagimiz mana bu. Buni qaytarib olamiz. Hozir ichkini olaylik. Buni qaytarganimiz liderga da'vogarlik qilmasligi kerak. Tursa bo'laveradi. Bo'ldi. Bu pastdan olaverasiz hosilni. Keyingi yilga xalaqit berdimi, siraz almashtirib olasiz. Mana bu usulda kesilish avgust oyida bo'lishi kerak bo'lgan ishlar. Mana bunday endi Shalakatsa tashlab berdingmi? Shalakatsa bo'lsa kelibsiz.